İslam tarixini o'rganish jarayonida Xulafai Rashidin va Umar ibn Abdulazizdan keyingi eng odil sultonning Imomidin Zangining o'g'li Nuriddin Zangi ekanligini uchratdim. İslam tarixchisi Ibnul Asir. Shamning fotihi Salohiddin Ayyubining ustozi, taqvodor sulton va adolatli hukmdor Nuriddin Zangi. U hokimiyat ustiga kelgandan keyin adolatni barpo qildi. Uning bu so'zlari buni bildirib turadi. Biz shariat hukmlarining ijro qilinishini nazorat qiluvchi posbonlarmiz. U hijriy 511-yili Shavvol oyida dunyoga keldi. Uning butun orzu umidi Alloh yo'lida jihad qilish va islom ummatini chechanang'ulikdan birdaklikka, xorliqdan azizlikka elib chiqish uchun hayotini atdigan buyuk shaxs edi. Nuriddin Zangi musulmonlar tarqoq, amirlar nafsining quliga aylangan, xristianlar va shiyalar davomli ahli sunniy musulmonlarga tajovuz qilayotgan ig'ir vaziyatda hokimiyat yuzaga keldi. U Alloh yo'lida jihad qilish uchun barliq imkoniyatlarni sarfladi va bu yo'lda hech kimning malomatidan qo'rqmadi. U ummatni birlashtirish yo'lida rahat farog'atidan kechdi. 20 yil mobaynida 30 qitim islom dushmanlariga qarshi jang qildi. Nuriddin Zangi sulton bo'lgan vaqtdan ta vafotigacha 50 dan ortiq shaharlarni salibchilardan tortib oldi. Shimoliy sharqiy Anadolu va butun Suriyani birlashtirib katta davlat qurgan edi. U shijoatli mohir qo'mondon bo'lib, askarlarni shijoatlantirish uchun doim birinchi safda turib jang qiladi. Nuriddin Zangi hokimiyat kelgandan keyin xalqdan shariatga to'g'ri kelmaydigan barliq siyliqlarni elib tashildi va keyinchalik barliq siyliqlardan ozod qildi. Faqat salibchilar qarshi jangda ishlatish uchun aholining boylaridan siyliq oladi. Keyinchalik ulardan ham ozod qildi. Tarixchilar Nuriddin Zangining vaqtida xalq orasida biror nomrod qolmagan edi, deydi. Nuriddin Zangi rahimahulloh salibchilar bilan bo'lgan kurashdan va davlat ishlaridan bo'shinib, har kuni Qur'on Karimni tilovat qilib turardi. Xuftan namozda uyqu ketarkan, kechining 3dan birida o'rnidan turib, tahajjud namozini qo'ldan bermaydi. Hijriy 559-yili Ramazon oyi yetib keldi. Bu oyda islom ummatining muhim janglaridan biri bo'lgan Harim jangi yuzaga chiqdi. Harim jangi aslida bir necha yil avval boshlangan edi. Nuriddinning dadasi Imomidin Zangi Hedisa graflikni salibchilardan ozod qilgandan buyon salibchilar doimo Hedisani qaytarish uchun harakat qilishadi. Bu harakatlarning eng kuchlisi Nuriddin Zangining davriga to'g'ri keldi. Lekin musulmonlar Hedisaga ko'z tikkan salibchilarning planlarini yo'q chiqarib, Hedisani qo'ldan bermagan edi. Nuriddin Zangi ham bir inson edi. U franklar bilan jang qilib, ondan keyin Tripolga kirishni planlaydi. Harim jangidan 1 yil avval Hijriy 558-yili Livan bo'lgan jangda taktik sababidan mag'lubiyatga uchraydi. Salibchilar musulmonlarning oldini to'sish uchun zo'r qo'shin bilan harakat qildi. Musulmonlar hech narsadan xabarsiz holda chedirlarda orom olib turganida tuyuqsiz bostirib kelgan xristianlar qurollarni elishga ulgurolmagan ko'pchilik musulmonlarni shahid qildi. Nuriddin Zangi ig'ir jarohatlandi va az bir qism askarlar bilan Xorshovni bosib chiqib ketdi va jang maydonidan yiroqlab ketmay kofirlarni ko'zlab turdi. Askarlardan ba'zilari bu yerda tursak bo'lmaydi, agar franklar bizga qo'l solsa hech narsa qila olmay qolamiz, deydi. Nuriddin Zangi ularga qarab, agar mening bilan 1000 otliq askar bo'lsa, dushmanning sonini qarmayman, deb keskin javob qaytardi. Va Allohga qasamki, islom uchun kofirlardan intiqom olmay turib, chedirda rahatcha o'tira olmayman, deydi. Xristianlar bu g'alabasidan keyin Xummus qarab darhol yo'lga chiqdi. Lekin Nuriddin Zangi jarohatlanishi va oz sonliq bo'lishiga qaramay, ularning oldini to'sish uchun harakat qildi. Buningda xabar topgan salibchilar Nuriddinda qo'shimcha kuch bo'lganlikdan buningga jur'at qilyotdi deb qaraydi va sulh tuzish taklifini berdi. Lekin Nuriddin Zangi buni rad qildi. Buni ko'rgan salibchilar ularni mag'lub qildi. Nuriddinni jarohatlantirdi. Lekin ular bizning zo'r sonimizdan qo'rqmasdan bizga kaskin harakat qilyotdi. Bu yerda bir ish bor, tezdan chekinish kerak deb orqaga qaytishdi. Nuriddin Zangi intiqom olish uchun shu yilning o'zida tayyorligini boshlaydi. Nuriddin Zangi rahimulloh Baytul Moldan tinimsiz miskinlarga xayr ehson qilib turdi. Ana shu qiyin yillardami shu xayrli ishlarni davom qilganida odamlar uningga bu pullarni uningdan ko'ra qo'shiningizga, askarlaringizga ishlatsangiz bo'lmamdi, deydi. Shu vaqtda u buni mashhur so'zni aytdi. Alloh qasamki, men mushu miskin bichorlarning duosi bilan g'alaba qilyapman. Qanday qilib bularning haqqini boshqalarga berishim mumkin? Shundoq. Mana bular Allohga yiqilishning va uning yordamini qo'lga keltirishning yo'llarini yaxshi tushungaydi. Livandagi mag'lubiyatdan keyin Nuriddin Zangi cho'ng bir qo'shin tayyorlaydi. Barliq tarqoq qabilalar uning qo'l ostida jamlandi. Buningda xabar topgan salibchilar
Sharqdagi barliq kafir davlatlarni ommaviy qo'zg'alishga chaqiriq qildi. Bu chaqiriqqa Bizantiya imperiyasi, Armiyan salibchilari, Tripol grafligi, Antakiya knazligi javob berib, musulmonlardan 10 nesli ko'p askar tayyorlaydi va eng ilg'or qurollar bilan ta'minlandi. Nurdin Zengi buningdan qo'rqib qolmaydi. Chunki uning tarafida yegani zot qudrat egasining borligini butkul vujudi bilan his qilib turadi. Shunda qilib salibchilar Harim qal'asi tarafga yo'lga chiqadi. 1164-yili 12-avgust Ramazonning 22-kuni musulmonlarga o'ch ilish fursati yetib keldi. Islom qo'shini Harim shahriga yaqin bir yerga kelib tunaydi. Hamma uyquga ketganda Nurdin Zengi chedirdan hech kimga to'ydirmay Harimdagi egiz to'pilikka chiqadi. Nurdin Zengi cho'qida turib, o'z qo'shiniga qarab ko'zlariga yosh oladi va sajdaga qiladi. Yuzini tuproqqa milab duo qilishga boshlaydi. Ey ulug' Alloh, arqamda turgan qo'shin mu'minlar qo'shini. Sening do'stlaring. Oldimdagi bo'lsa do'stlarimning dushmanlari. Do'stlarimni mening sababimdan mag'lubiyatga uchratma. Ularga yordam bersang, diningga yordam bergan bo'lsin. Ey ulug' Alloh, Nurdin Mahmud emas, diningga yordam bergan. Bu it Nuriddin kim ediki sening yordamingga loyiq? Subhanalloh. Qalblarni titratgan bu duo g'imi faqat din g'imi bo'lgan taqvodir sultonning kamtarlik va tavozu bilan Rabbiga qilayotgan iltijosi edi. Balki nurg'un kishilar ba'zi erishgan ozg'in muvaffaqiyatlari kichkina amgaklar bilan kishilar oldida bo'yinlarini uzun tutib yashaydi. Lekin haqiqiy ummat o'g'lonlari mana mushundaq esillik bilan toki 1000 yildan keyin islom ummati ularni issiq yoshlar bilan eslashadi. Tong otdi. Xristianlarning soni 30 mingni oshirdi. Bu Nurdinning armiyasidan 3 yassiz ko'p son edi. Jan Nuriddinning askarlarini xristianlarning sepining qop o'tirsiga hujum boshlatish bilan boshlandi. Xristianlar barliq kuchi bilan mujohidlarni to'sib turdi. Mujohidlar kofirlarning sepini yerib o'tolmadi. Nurdin Zengi qo'shiniga chekinish buyruq berdi. Bu xristianlar uchun ishonchsiz bir ko'rinish edi. Shuncha yildan beri yengilmagan mashhur sarkardan Nurdin Zengi orqaga chekinayotgan edi. Salibchilar musulmonlarni talto'kis mag'lub qilish uchun otliq chivandozlarni ishga silib, musulmonlarning orqasidan qo'g'lab ketdi. Musulmonlarning chekinishi Nurdin Zengining hilisi edi va aynan u kutgan ish sodir bo'ldi. Salibchilarning otliq qo'shini musulmonlarni qo'g'lash uchun avar bo'lib ketganida Nurdin Zengi mujohidlar bilan bor kuchini to'plab Allohu akbar sadosi ichida himoyasiz qolgan salibchilarning piyoda qo'shiniga hujum boshladi va salibchilar qo'g'lab ketayotgan musulmonlar qo'shinimi orqaga burilib kofirlarga qaytarma hujum etdi. Nima bo'layotganligini anqira olmagan salibchilar parokanda bo'lib har tarafga qarab qochishga boshladi. Musulmonlar kofirlarni so'rim to'qay qilib qirib tashladi. Ularning cho'nglarini asir qildi va zo'r g'alabaga erishdi. Islom tarixchisi Ibn al-Asrning xotirlashida 20 mingdan ortiq xristian askarlarining o'ldirilganligi qayd qilingan. Nurdin Zengi bir qator jihatlardan keyin qishni Musulda o'tkazib dam olishni qaror qildi. Bir kuni uning tushiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirdi va tushida uningga "Nimishqa jihatni to'xtatib qo'yding? Nimishqa Allohning dushmanlari bilan urushmaysan?" deydi. Nurdin Zengi uyqudan uyg'onibla darhol Shamga qarab yurish qildi. Musulmonlarning qudratidan sarosimga tushgan Yerusalim podshohi Amori 1 Vatikan papasidan yordam so'rab xat avatdi. Papa ularga dengiz flotini Misrning Dimyat shahrini qamal qilish uchun avatdi. Qo'rshav 5 oyga cho'zildi. Shahardagi musulmonlar kofirlarga bo'ysunmay qattiq tirkishdi. Nurdin Zengi Allohga yolvorib Misrdagi qo'shin uchun duo qildi. Kunlarning birida bir olimning tushiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirdi. Nurdinga aytib qo'y, Dimyatda qamal qilib turgan xristian qo'shini orqaga qaytib ketdi. Shu vaqtda olim kishi, "Ya Rasululloh, buni eshitsam ishonmaslik mumkin. Biror belgi bering" dedi. Payg'ambar alayhisalom Nurdinga yuzini tuproqqa milab turib, Harim to'piligida "Ey ulug' Alloh, Nurdin Mahmud emas, diningga yordam bergan. Bu it Nuriddin kim ediki sening yordamingga loyiq" degan duosini aslat dedi. Shunda uyg'ongan olim Nurdin Zengining qishiga berib, shuni aytdi. Xuddi o'ylaganidek Nurdin Zengi avval ishonmaydi. Shu vaqtda olim Nurdin Zengining Harim to'piligidagi duosini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib bergandek so'zlab berdi. Lekin sultondan hayo qilib, "It Nuriddin kim ediki sening yordamingga loyiq" degan so'zni deya olmaydi. Nurdin Zengi "Hammasini demamsan" deb qattiq qistab turib olg'achqa, hammasini so'zlashga majbur bo'ldi. Buni anglagan Nuriddin "Allohu akbar" deb ko'zlariga yosh ilib yig'lab ketdi. Alloh qasamki,
bu duoyimni men va Allohdan boshqa hech kim bilmasdi deb xushal bo'ladi. Bir qancha kundan keyin dengizda bo'ron ko'tarildi. Shu darajada ko'tarildiki, xristianlarning dengiz floti orqaga qaytishga majbur bo'ldi. Bu yo'sinda Alloh azza va jall mu'min bandlarga o'yilmagan yerdan nusrat ato qiladi. Albatta Allohning yordamini his qilish uchun u zotga bo'lgan mustahkam iymon, ko'radigan ko'z, anglaydigan quloq, sezadigan qalb kerak. 1974 yili Nuriddin Zangi rahmatullohi alayh ig'ir kasal bo'lib, Allohning rahmatini umid qilgan holda bu yo'q dunyodan vidolashdi. Uning hayoti bo'yicha shahidlikka bo'lgan yerismanlik tufayli Nuriddin Mahmud shahid deb ataladi. U Baytul Maqdisni ozod qilishni planlagan edi va Baytul Maqdis fath qilinmay turib, uningga bir mehrab yasatgan edi. Lekin uningga bu nisib bo'lmadi. Balki uning fathligi uning shogirdi Salohiddin Ayyubiga taqdir qilingan edi. Qudus fath qilinganda Salohiddin Ayyubi ashu mehrobni Aqsa masjidiga qo'ydi. Vafodor shogird ustozining armonini ro'yobga chiqardi. Ashu minbar toki 1969-yili Yahudiylar Masjidil Aqsaga o't qo'yayotganchilik shu yerda turdi. Keyincha bu minbarni Iordaniyaga elib berib, 5 yil bo'yicha remont qilib tuzatgandan keyin qaytadan Aqsa masjidiga qo'yilgan. U minbar ta hozirgacha Aqsa masjidida Nuriddin Zangini xotirlatib turdi. Albatta bir kun kelib ummat uyg'onadi. Nuriddin Zangilar va Salohiddinlar, Sultan Sodiq Bug'roxon va Olib Arslanlar chiqdi. Ummat yana bu yo'lboshchilar bilan islom bayroqlarini ko'tarib safar quchdi. Quddusning va Yetgahning fathligini ko'rdi. Bizni ziyorat qilib turayotgan ey aziz qarindishim, musulmonlarning nusrati uchun o'zingizning bir kishilik hissini qo'shishni unutmang. Chunki siz bir musulmon. Oxirda Nuriddin Zangiga o'xshash islom rahbarlariga yonma-yon turib, din uchun hayotini, mollarini taqdim qilgan minglagan nomsiz qahramonlarimizga Allohdan buyuk ajr, behish jannat so'raymiz. Amin.